Do'stlar qarangizlar, arzoncharoq, Arlonni xohlaganlaringiz mana sizlarga zo'rini topib qo'ydim. Bularni ham narxi tushib ketdi. O'ylamang qimmat deb. 9000 dollardan ham pastga tushirib qo'ydim. Primoy Deqqon 2015-yilda ishlab chiqarilgan Arlando. Yana yaramasli lyuki ham bor. Ikkinchi paytda mexanika. Mana shu joyda petno bor ekan mana shunday. Endi sizlarga buni motorini ko'rsatsam, Primoy Deqqon mana sizlarga motor. Metan gaz qo'yilgan, gaz balon, konditsionerlari bor. Rullari xuddi elektronniydek, bu yumshoq ekan. Mashina o'zimga yoqdi. Egas Primoy Deqqon Navoiydan ekan, nomlarida. Xohlagan odamga Gendavernis beraman, xohlaganlarga aforim qilib beraman deb. Qarishsa o'zi Navoiydan kuzatib kelib-ketdilar, lekin aka dedim, narxini yakson qilamiz dedik. Narxini tushirib qo'ydik. 9 dan ham pastiga. Bozordan qidirsangiz topolmaysiz baribir. Qidirib yotmang. Faqat qarishsa o'zida bo'ladi. Siz bitta obuna tugmasini bosib qo'ying. Bunaqa narx faqat bizda charmxo yangi balon qo'ygan ekanlar. Buni qarang, Malibu diski ham qo'yganlar. Bu Malibu'ni o'zi qarang. Boshqacha. Salonning ichini qarang. Salonning ichi ham zo'r turibdi. Holatlari yaxshi, video registratorlari bor. Moshincha o'zi zo'r, Arlandoni bilasiz baribir. 7 kishilik orqada farzandingiz ham, lekin boya nimasi ochilmayapti. Arqa bagaji ochilmayapti. Bagajini olayotmaymiz. Lyuklari bor. Salon holatlari yaxshi. Hadovoyda ishi bormi dedim egalarida. Ishi yo'q, mutlaqo hadovoy zo'r, korobka zo'r, motorda svechchasida ishi bor ekan, svechchasini almashtirasiz, lekin motor moy yemi ekan. Hamma joyi zo'r. Narxini qarang. 8500 dollar qilib qo'ydik. Yana oz-moz savdosi bo'lishi mumkin. Egalar lekin savdosi yo'q dedilar. Qancha 50 dollar kamiga so'rang. 2015-yilda ishlab chiqarilgan 105 ming masofa bosib o'tgan. Metan gaz qo'yilgan. Kraska faqat kapotning uchida ozgina petnocha. Zo'r-ku. Zo'r narx 8500, yana savdosi bor. Nomer telefonlar pastda bo'ladi, jo'rajonim. Bosing, 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Sog' bo'lasiz.